Ha aytaman o, Shurova. Xalqim boy bo'lsin, O'zbekistonim tinchligini berib, boy badavlat bo'lsin. Hamma uyda mana shunaqa yangi yilda fayz barakatlar to'ldirsin. Hasan og'ani barakali mollarni olinglar. Aynan to'g'ri. Ana, assalomu alaykum obunachilar. Mana Hasan og'ani xonadonidamiz. Mana mollar qarang. Odam bo'yi, odam 170, 180. Mana hurmatli obunachilar, bollari ham bor mana. Serob bir 40 ta mol bor, 40 ta. Bemalol telefon qilaverasizlar mana. Mana, mana shu ikkovi rosa katta ekan. Yangi yilga padarkalari bilan mana bo'lasiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Qoch. Shved ismi, xullas hammasidan bor. Laykni bosib qo'yinglar, layk. O ichkarida ham bor serob. 40 bosh sigirlar. Mana bu yerda bollari mana. Mana o sigirga qiziqinglar, mana 170 chiqadi, bemalol bu. Mana Hasan og'ani o'zi mana mollarini qarayapti, ijodda hozir. Fermada mana bu akamiz ham qattiq. Mana buni qilib sigirlarga chiroyli qilib joylar qilib qarayapti. Hasan og'a telefon qilishaversinmi? Simental hunajinlardan. Marta simental hunajinlari ham bor. Chapqonda siyitlar. Ana. Simental hunajinlar. Chiroq qatda ekan endi buni. Mana. Ana. Ventilyator ham yonib ketdi. Mana, ventilyatorlar ham yonib ketdi. Simental hunajinlari mana. 1 2 3 6 ta hunajini bor ekan. Telefon qilaverasizlar, xullas bemalol kelib ishlang bitadi xullas yerda. Hasan og'a nomeringizni aytib qo'ying. Nomer 90 277 34 79. Bemalol aloqaga chiqinglar. Laykda bo'linglar. Mana Hasan og'a.